Yana Allah subhanahu wa ta'ala qarab baqaylikki Sura Baqarada eng tağut kafirning qissini o'zining eng ulul azm bo'lgan payg'ambarlardan birisi İbrahim alayhissalom bilan bo'lgan bu kafirning qissini bayon qilib, shunday deydi. Alam tara ilallazi hajja İbrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulka iz qala İbrahim rabbiyallazi yuhyi ve yumit qala ana uhyi ve umit qala İbrahim fa innallaha ya'ti biş-şemsi minel meşriq fa'ti biha minel maghrib fabuhitallazi kafar vallahu la yahdi'l kavmez zalimin. Allah bu ayette deydi ki sen İbrahim bilan munozirlashgan, İbrahim bilan takallashgan bu mahluqqa, bu mahluqning ko'midingmi dedi. Ya İbrahim bilan İbrahimning Rabbi haqqida takallashgan mahluq bilan dedi. Jiddallashgan, munozirlashgan dedi. Bunun bu ko'ranlishi, şu kafirninki ko'ranlishiga İbrahim alayhissalom bilan takallashgan bu kafirning cho'ng so'zlashiga nima sabab bo'lgan? An ataahullahul mulk, Allah'ın onun saltanat padişahlıqni ata qilishi, onun cho'ng so'zlatgan narsa bu edi dedi. Allah onun mülk, saltanat padişahlıqni bergan edi. Ashundaq bo'lsa kafir bo'lmoqda bu mahluq. Deyikdiki, o'z vaqtida İbrahim dedi ki onunğa, mening Rabbim uni da'vat qilib, uni iymonga chaqirib kelib bo'layotgan o'tirishga munozara. Mening Rabbim ilohlik da'vasi qilgan mahluqchimi bu taqa? Özünü ilah deb da'vo qilgan mahluq. Mening Rabbim shunday Rabbki, u tirildiradigan, o'ldiradigan Rabb dedi. Bunda qudratli Rabbim var mening dedi. Bu Allah'a iman etkin dedi. Degandan bu mahluq turib şu kadar ahmoqlarcha, şu kadar kichik bolalarcha holatda ish qiladi ki, deydi ki, men ham tirildirman, men ham o'ldirman deb tafsirlarda chiqadi ki, bu mahluq turmaga, o'limga hukm qilingan odamdan ikkini chaqirib akilib, birini ölümge hüküm kılıp öldürüp yana birini qo'yib o'tadi. Bunu bilan dedi. Yana boshqa rivoyatlarda birisi normal ko'chada yurgan podshoh yapamdi. Normal ko'chada yurgan, sog'lom ketib qolgan hech qanday ish yo'q bir odamni tutib akablam uni o'limga hukm qilib o'ldirib o'tib, uning keyin turmaga tamoman o'limga hukm qilinib bo'lgan birisini tamam kechirib o'tdim deb kechirib o'tib, men o'ldiraldim, xolig'imni o'ldirman, xolig'imni tirildirmadim. Ya'ni o'ldirish va tirildirishdan iborat bu narsani shu qadar ahmoqlarcha tushunishdik. Ya'ni o'zining bu qilgan qilig'ini xuddi o'likni tirildirgandek o'lib bo'lgan narsani. Va yoki bo'lmasa tirikni o'ldiralgandek bu shaklda tushunib qilishda bu mahluq hamdi. Shu qadar ahmoqlarcha. Lekin İbrahim alayhissalom bu yerda uning bu ahmoqligi bilan talashib munozir qilishib o'ltamadi. Darhol uni ashid tüp yıldızdan bitkiş qildigan shaklda bir narsa so'z qildiki, qala İbrahim fa innallaha ya'ti biş-şemsi minel meşriq. Mening Rabbim Allah, o shundoq Allah ki o quyoshni mashriqdan chiqaradi dedi. Mashriqdan olib keldi. Quyoshni Allohning bu zaminda o'rnatgan qonuniyati bo'yicha, Allah bekitgan qonuniyat bo'yicha Allah quyoshni mashriqdan chiqaradi, mag'ribga patqizadi. Sen agar ey mahluq Allohlik da'voingda iloh deb da'vo qilayotgan bu da'voyingda rostchil bo'lsang, unda sen fa'ti biha minal mag'rib. Sen dal uningki qarshisini qilibsan, sen uni mag'ribdan chiqarib boqqanda bo'lsa. Qilib boqqanda degan ekan, fabuhitallazi kafar. Bu kafir bo'lgan bu mahluq, bu mal'un shu yerda tili tutluqliq. Bir eg'iz so'z qilib baqliq bu yerda. Shu yerda tilni chaynab qilib gochuvliqliq shu yerda lamamdi. Shu yerda zuvoni ichiga kirib ketganmdi. Vallahu la yahdil kavmez zalimin. Allah zalim qavmni hidoyat qilmaydi dedi. O'ylab boqaylik. Buni tafsirlarda shunday keldi, qadrli qarindoshlar. Bu oyat haqidagi tafsirlarda İbrahim alayhissalom bilan jiddallashgan bu kafirning, bu kafir podshohninki qanday zimin so'raganligi, nalaga podshoh ekanligini so'zlab keldi deydi-ki, bu İbrahim alayhissalom bilan jiddallashgan bu kafir, bu butun dunyoni so'ragan podshoh dedi. Dunyoni so'ragan dedi. Ulamolar deydi-ki, tarixda dunyoni 4 podshoh bütün dünyaya hükümranlıktan 4 padişah ötken dedim. Padişahların içinde
Yani ma'lum bir rayonga, ma'lum bir davlatga emas, butun dunyoga hukmronlik qilgan 4 podsho o'tgan. Buning ikkisi musulmonti, ikkisi kofirti dedi. Ikki musulmoni, ikki mu'mini qaysi degan vaqtida Zulqarnayn bilan Sulaymon alayhissalom dedi. Bütün dunyoga hukmronlik qilgan. Hattoki Sulaymon alayhissalom Zulqarnayndan mashhurliklamdi. Hatto uningga inson, insonlar ham emas, jinlar ham emas, uningga bo'ysundigan uning hukmiga. Hatto shamol hamma narsa bo'ysundi uningga. Hammani bo'ysundirib dedi. Allohdan tilaklikka shunga. Dünya bo'lib ta qiyomat davri qiyomatgacha hech bir kimga berilmagan shunday podshohlikni bergan menga deb duo qildi. Shunday ham berdik. Va qiyomat qoyim bo'lguncha ilgari ham berilmagan hech kimga unda podshohlik va qiyomat qoyim bo'lguncha ham hech kimga berilmaydi. Qushlarning tilidan tortib, butun hayvonotlarning tilidan tortib, hammasi bo'ysunda. Barliq uchar qush, hatto shamoldan tortib hammasi uning buyruq ostida. İki kafir bo'lib kelganda, ikki musulmon Zulqarnayn bilan Sulaymon alayhisalom ekan, ikki kafir bo'lib kelganda Namrud bilan Buxtun Nasr degan bu maxluq dedi. Bu Namrud oyatda yuqorida tilga ilingan İbrahim alayhissalom bilan jadallashgan, munozirlashgan kafirning ismi Namrud edi. Mana boqaydi. İbrahim alayhissalomni o'tqa tashlagan. İbrahim alayhissalom bilan bunda Robbi haqida munozirlashgan maxluq edi. Endi mushundaq kuchlik dünyani so'ragan kafirni Allah qandaq jazoliqlik, qandaq jazo berishlik buningga. Osmondan milyonlagan farishtalarni tushirib jazo. Ha? Yoki dahshatlik yo'g'on hayvonotlarni, dahshatlik bo'ron, dahshatlik yer tavlashni avatib, kum qilib bunday jazoliqlikmi? Ha? Kitoblarni o'qiydigan bo'lsak, bu bo'lgan ishlarni biladigan bo'lsak, qadrli qarindoshlar, yuraklarimiz Rabbimizning qudratidan yuraklarimiz lapildab ketadi, tavrab ketadi qadrli qarindoshlar. Rabbimizning naqadar qudratli ekanligini. U shu qadar ko'zga ilmoqlikki, shu qadar chupranda holatda muomala qilmoqlikki, Alloh subhanahu va taolo bu kafirga, bu haddidan oshgan bu zolimga, hattoki shunda tafsirlarda nimalarda keladi-ki, mu'minlar bilan urush uchun oxirida da'vatini nurg'un da'vat qilib qabul qilmagan ekan, oxirida mu'minlar bilan urushib, mu'minlarni yo'qitimiz deb bu kafir bütün askarlarni yig'ib askar chiqargan vaqtida Alloh subhanahu va taolo uningga yuqori deganimizdek bir top milyonlagan farishta emas, bir top pasha avatishlik qadrlagan edi. Pasha maxluqotlarning ichidagi eng ojiz, hech kim ko'rmagan, qunvasi paqqida uriblam, o'ltirib qindan chiqarib o'tirgan pashani avatishlik. Şu kadar ko'zga ilmoqlik Allah subhanahu wa taolo. Ashu kichik maxluqoti bilan vayron qilib bütün armiyasining bo'nidan kirib, mingasiga kirib, mingasini butunlay yeb sho'rab, qinni sho'rab, mingasini quruq qilib, bütün askarlarni vayron qilib dedi. Ve bu Namrud degan ilohlik da'vosi qilgan bu maxluqning bo'nidan kirib, mingasi turib olib, ashu bu rivoyatlarda, ashu kitoblarda tilga olindi, 400 yil hukm surgan dedi. 400 yil podsho bo'lgan dedi. Aşındaq zulüm qilib. Ve Allah subhanahu bunun muqabilisiga bunidan kirib shu mingasi turib olgan bu pasha davomli uni tipirlab shu yerda qinni sho'rab 400 yil azoblagan deydi. 400 yil. Ha? Podsho 400 yil olgan bo'lsa 400 yil azoblagan deydi. Bu shunchalik qattiq alam bilan og'riydi ekanki amdosh. Davomli holatda og'riqni pasaytirish uchun bu bechora mal'un davomli oyoqni ilib vang'ishib beshiga urdi ekan. Birisi davomli uning qishig'i kim kirsa men beshimga urib qo'ygan deb azobning og'riqning biroz pasayishi uchun kim kirsa shu oyoq bilan shu beshiga urg'izgan hamda. O'ylab boqayli. To'xtamay urg'izgan hamda. Ana shundaq 400 yil azob tortib, 400 yil ko'mganini ko'rib, ishning kunda shundaq xor holatda o'liklik. Allah mana bundaq jazo berguchi. Ha, o'ylab boqayli, Allohning qudratining, yana Allohning shunchalik kuchli armiya, shunchalik kuchli maxluqotlarni eng kichik maxluqotlarni yo'q qilib o'talishi. Ha, yo'q qilib o'talishi. Eng ashu muhim, eng kuchli bir narsani eng ojiz narsalar bilan qutqizib qola olishi nimani ko'rsatdi bu, nimaga dalolat qildi deganda Allohning qudratining ne qadar yuksak, ne qadar ulug'ligini, ne qadar kuchliligini ko'rsatdi qardaşlar. O'ylab boqayli. Ya Rabbi, lakal hamdu ya Rabb, lakal hamdu ya Rabb. Ha? İnsan ne kadar aciz qadrli qardaşlar. Biz nima degan aciz qadrli qardaşlar?
Şu nima uchun cho'ngchilik, nima uchun cho'ng so'z, ha? Bizga nima qo'yibdi bu narsalar? Tomirimizda eqiyotgan, ha? Minglagan, yuz minglagan tomirlarning ichidagi bir kichikgina yingnining to'shikchiligiga to'silib qolsincha ko'magani ko'ramiz. Ko'magani azobni chekamiz. O'ylab boqaylik. Qanchalik ojiz biz qadrli qarindoshlar, ha? Yoki bo'lmasa sap sog'lom, shunda qomatli, qaddi qomatli, go'zal kelishgan, ha? Inson agar uning bir palashga, bir zambilning ustiga bir go'shqa aylanamiz. Bir damchilik ishga palashga suncha qani. O'ylab boqaylik. Nurg'un ig'ir kasallar hayotimizda atrofimizda yashayotgan, ko'rayotgan. O'ylab boqaylik, naqadar ojiz biz, ha? Alloh subhanahu va taolo agar tutsa, agar ba'sa jazosini hech kim chidayolmaydi buning qadrli qarindoshlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloni yuqorida deganimizdek, Alloh xuddi Allohning dargohida Allohda hamma to'g'ri bor. Hamma bandasiga kimga nima loyiq bo'lsa, shuningga loyiq shaklda to'g'ri beradi. Ha, shuningga loyiq shaklda to'g'ri beradi. Shuning uchun Rabbimizning biz to'g'risiga ehtiyoj bo'lmasdan Rabbimizga chiroyli shaklda yumshoq quloqlik bilan Rabbimizga kelsak, Rabbimizning yo'lida maqsad Tixinbek barakatini, Tixinbek rahmatini ichib etishi, Tixinbek bizni barakatlantirishi u muhaqqaq. Ammo illaki to'g'ri yeyman, men to'g'ri yemsam bo'lmaydi. Ya to'g'rimi menga yetmaydi, qamchi yemsam bo'lmaydi desak, shu insonlar atrofimizda ya qamchi yeb boramiz, ya mush yeb boramiz, yoki to'g'ri yeb boramiz. Eng to'g'risi, eng oqilanlik nima deganda, Rabbimizga biz chiroyliqcha, go'zallik bilan Rabbimizning shu go'zal so'zlariga sallamna ya Rabbi, labbayka ya Rabbi, men ey Rabbim deb chiroyliqcha bo'ysunsak, Rabbimizning roziligi ber, mehribonligi ber, barakati ber. Üstüge xo'shallik, üstüge barakat, gul-guliga keladi. Ammo illa buni qabul qilmasak